hozirgi paytda diniy materiallar umuman dinga bog'liq bo'lmagan, umuman boshqa sohadagi videolar bilan montaj qilib jo'natiladigan holatlar bo'lmoqda. Ya'ni videoni ko'rasiz, ovozini eshitmaysiz, juda zo'r life hack bo'ladi. Misol uchun dizayn, siz o'zi misol dizaynga qiziqsangiz, dizayn, uyni dizayni yoki avtomobilni tuningi yoki ayollar uchun biror bir narsalarni yuvish, artish, tozalash, boshqalar bo'ladi-da, uni ichiga kirmasangiz, uni ovozi boshqacha ketadi. U yerda diniy targ'ibot ketib turgan bo'ladi. Ya'ni ko'pincha odamlar bilmasdan turib o'shani jo'natib yuborsa, ovozini eshitmasdan turib, u videosi uchun ertaga diniy materiallarni noqonuniy tarqatish bilan javobgar bo'lib qolasiz. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling. Narsani jo'natayotgan payti ovozini albatta eshiting. U yerda qanaqadir gap bormi, nima haqida gap ketyapti, bunga ahamiyat bering. Faqatgina videosini o'zini ko'rib turib jo'natmang. Kelgusida bu javobgarlikka sabab bo'lib qolishi mumkin.